Uyg'urlar. İskender Zulqarnayn sharqdagi nurg'un davlatlarni bo'ysundirib, Uyg'ur eliga yaqinlashganda Turk xaqoni uningga qarshi 4000 odam avatgan. Ularning qalpoqlarining qanotlari lachin qanotlarga o'xshaydi ekan. O'qni oldiga qandoq assa, keynigimi shundoq ustilik bilan otadi ekan. Zulqarnayn bularga hayron qopdi va Inanxo'z Xo'ran debdi. Shundan tartib bu al-Xo'zxo'r deb atilib, bu so'z bara-bara Uyg'urga o'zgarib ketibdi. Rivoyatda aytilishicha, O'g'iz Nuh alayhisalomning 3-o'g'li Yafasning avlodi bo'lib, u barliq Turkiya va Mo'g'ul qabilalarining ajdodi hisoblangan Qaraxonning o'g'li ekan. O'g'iz xonning buvisi Abuljaxon aslida Avur tog' bilan Qiztog' orasidagi Inon shahrida yashaydi ekan. Uning Qaraxon, Urxon, Ko'zxon, Go'rxon nomli 4 o'g'li bor ekan. Kunlarning birida Qaraxonning ayoli ajoyib bir o'g'il tug'ibdi. Bola 1 yoshga to'shganda yuzdan nur yig'ib turgan, ko'zlaridan o't chaqnab turgan cho'ng bir yigit bo'lib qopti. Dadasi buningga nihoyatda hayron qoldi ekan. U butun beg va qo'mondonlari, vazir vuzralarni yig'ib bolaga ot qo'ymoqchi bo'lganda, "Tig'i endi 1 yoshga to'shgan bola, mening etim O'g'iz bo'lsin" debdi. Hayron qolgan jamoat va dadasi nihoyatda cho'ng maraka o'tkazib bolaga O'g'iz deb ot qo'yibdi. Keyincha uning enisi Ko'zxonning qizini elib beribdi. O'g'iz uni yaxshi ko'rganlik uchun yana bir enisi Go'rxonning qizini elib beribdi. O'g'iz bu ayolni o'ziga o'xshash musulmon qilibdi. Uni anglagan dadasi bolasiga qarshi lashkar tortmoqchi bo'libdi. Bolasi bu xabarni xotindan anglab dadasiga qarshi tayyorlanibdi. Urushda O'g'iz g'alaba qilib, dadasi Qarxonni o'ldiribdi. Dadasining poytaxti Inon shahri, shundoqla Talas, Sayram va Buxoro shaharlarini egallabdi. Uzun yillik urushdan keyin uning tog'illari va boshqa avlodi O'g'izga taslim bo'ldi. Taslim bo'lmaganlar sharq tarafga ko'chib, o'z oldiga yashapti. Ular keyincha Mo'g'ul deb atilibdi. Bir kuni O'g'iz oltin bargaq tik turib, o'z g'alabasini tabriklab, nihoyatda cho'ng maraka o'tkazib, o'zini xon deb e'lon qildi. Marakada o'z atrofiga uyushib jang qilganlarni Uyg'ur deb atabdi. Bu so'zning ma'nosi u biz bilan birlashdi, bizga yordamlashdi degan bo'ladi ekan. Keyingi chog'larda bu so'z asta-asta shu kishilarning keyingi avlodlarining millat nomi bo'lib qoldi. Qaraxon o'g'lining musulmon bo'lganligini anglab, baglarni chaqirib kengash o'tkazdi. Ular O'g'izxon ovda yurganda o'ltiraylik deb qaror qilishdi. Va elga kishi avatib, ularni zinib kelsin, men o'g'i chiqaman deb xabar qildi. O'g'izxonmi bu so'zni anglab, elga kishi avatib, otam askar avatib meni o'ldirmoqchi. Meni yoqlaydiganlar kelsin, otam tarafda turganlar otam tarafga borsin deb xabar berdi. Elning ko'p qismi Qarxon tarafga bordi, oz qismi O'g'izxon tarafga qishig'i bordi. Qaraxon inillarning o'g'illari ko'p edi. Hech kim ularni Qarxondan yuz o'riydi deb o'ylamaydi. Ularning hammasi O'g'izxonning yeniga keldi. O'g'izxon ularga Uyg'ur deb nom qo'ydi. Bu so'z turkcha bo'lib, uning ma'nosi yepishquchi, itoat qiluvchi degan bo'ladi. Kishilar ichida sut uyutadi. Bu uyutishdan burun suyuq va chechilib ketadigan holatda bo'ladi. Uyib bo'lgandan keyin o'zaro uyushib qoladi. Uyg'ur degan mushu, uydan kelgan degan o'xshatishlar bor. Kishilar orasida imom o'lcham qilinish kerak deyiladi. Imom o'ltirsa biz o'ltiramiz, imom qopsa biz qopamiz. Bu ularning imomga yepishqanligi bo'lmamdi. Ular hammasi O'g'izxonning peshini ikki qo'llab tutib, tiz bukkanda xon ularni Uyg'ur deb atagan. Mo'g'ul yurtining kun petishda bir tog' bo'lib, u Quttog' deyiladi ekan. Bu tog'ning bir tarafida 10 saroy, yana bir tarafida 9 saroy bor bo'lib, hammasida ulug' suv oqadi ekan. Uyg'urlar eli ana shu soylarning orali riga joylashgan bo'lib, 10 soy tarafda o'ltiraqlashganlari o'zlarini 10 Uyg'ur desa, 9 soyda o'ltiraqlashganlari o'zlarini 9 Uyg'ur deb ataydi ekan. Ularning shaharlari Avod, etil joyliqlari keng va munbat ekan. Ular 120 urug'ni tashkil qiladi ekan.
Har qaysi o'z oldiga mustaqil bo'lib, bir podshohlikqa birlashmagan ekan. Shu sababdan ular orasida ittifoqsizlik tug'ilib, qalayinqanchilik yuz berishga boshlabdi. Kunlarning birida ular yig'ilib maslahatlashibdi. Biz ikkiga bo'lingan elmiz. Har qaysimiz bir kishini to'g'raxon qilayli. Kimki uning so'ziga kirmasa, shu kishi mol-mulk, hatto beshidan ayrilsin deyishibdi. Shuningdan keyin 10 Uyg'urlar Mangubash otli kishini to'g'ran qilib ko'tirib, Al-Eltar deb nom beribdi. 9 Uyg'urlar bir kishini to'g'ran ko'tirib, Ko'l Arkin deb nom qo'yibdi. Bu ikkisining o'g'illari 100 yillarcha to'g'ranlik qilib va ko'p yillargacha xonning nomi shu taqlidda yurgizilibdi. Keyinroq ulardan kim to'g'ran bo'lsa, shu kishini Ediqut degan nom bilan ataydigan bo'ldi. Igiz harbiliklar qadimki qizil turalarning naslidan ekan. 10 Tangirqutning ayoli 2 qiz tuqqan bo'lib, bu qizlar nihoyatda chiroyli ekan. Bu eldagi odamlar u qizlarni parilar deyishadigan. 10 Tangirquti mushu qizlarim qanday kishilarga jo'ri bo'lishi mumkin? Ular Tangri bilan jo'rlasa bo'ladi, debdi. Shunday qilib Tangirqut onlar ilining shimolidagi odam qadimi yetmagan joyga egiz bir qo'rg'on soldirib, qizlarni qo'rg'onga joylashtirib, qizlarni Tangrining o'zi kelib qarshi elishni o'tinaman, debdi. Oradan 3 yil o'tganda qizlarning onasi qizlarni ko'rmoqchi bo'lganda Tangirqut bunday qilishga bo'lmaydi. Ularning bu dunyo bilan aloqasi uzilgan, debdi. Yana 1 yil o'tganda bir qir bo'ri paydo bo'lib, kech-kunduz qo'rg'onni yaqilab ovlaydigan bo'pti. Bo'ri qo'rg'onning temining tuvini ko'lab bir uv yasabdi. Kunlar o'taveribdi. Bo'ri zodi ketmabdi. Kunlarning birida qizlarning kichiki ochisiga "Dadam meni mushu qo'rg'onga joylashtirib qo'yganda Tangri bilan jo'ri bo'lishimni orzu qilgan. Bugun kelganda bo'ri paydo bo'ldi. U bir ilohiy maxluq yoki farishtaning o'zi." Debdi va qo'rg'ondan chiqib bo'riga jo'ri bo'lmoqchi bo'libdi. Singlisidan bu so'zni olgan ochisi qattiq cho'chib ketib, "Bu hayvon tursa, uningga jo'ri bo'lman deyish ota-onamiz qilgan haqorat", debdi. Singlisi ochisining so'ziga quloq solmay qo'rg'ondan chiqib bo'riga jo'ri bo'libdi. Bulardan 9 o'g'iz, 10 Uyg'ur tug'ilibdi. Ularmo balliq bo'lib ko'payibdi. Qadim zamonlarda Uyg'urlar Qumlanja degan bir go'zal yurtda yashaydi ekan. Yurtning ikki tarafida 2 daryo suvi eqib turdi ekan. 2 daryo qo'shilgan joyda 2 tub zo'r daraxt bor ekan. Tug'lar daryosining suvini ichgan daraxt Shamshod, Silinga daryosining suvini ichgan daraxt